Boshqa suralar kabi Baqara surasi ham musulmonlar o'z ijtimoiy hayotlarida muhtoj bo'lib turgan qonun-qoida va tuzumlarni muolaja qiladi. Bu sura ko'plab shariat hukmlarini aqida, ibodat, muomala, axloq, oila, taloq, idda, ro'za, qasos kabi masalalarni o'z ichiga olgan. Suraning avvalida mu'minlar, kofirlar va munofiqlarning sifatlari haqida so'z ketadi. Iymon, kufr va nifoqning haqiqati bayon qilinadi. Saodat ahli bilan badbaxtlar solishtiriladi. So'ngra insonning yaratilishi, Odam alayhissalomning xalq etilishi va o'sha vaqtda bo'lib o'tgan ishlarning qissasi keladi. Sura-i karimada ahli kitoblar, xususan Yahudiylar, Bani Isroil haqida batafsil so'z ketadi. Chunki ular Madina-i Munavvarada musulmonlar bilan birga yashar edilar.